hunarmandchiligimizning qo'ldagilar to'qish yo'nalishi bo'yicha shug'ullanaman, faoliyat ko'rsataman, xabarlarim bor. Bugungi mashg'ulotimizda mana shu gilam, shoxcha, bebaroqlarimizni to'qish uchun har bir ishda avval reja tuzib olinadi. Xohlang uydagi ishlaringiz bo'lsin, xohlang ijodkorlik ishlaringiz bo'lsin. Oldin nima qilamiz? Reja tuzib olamiz. Demak, biz gilamlarni, shoxchalarni to'qishda ham ularni oldin tasavvur qilamiz. Qanday nusxalar yaratish kerak? Uning ko'rinishi qanaqa bo'lishi kerak? Buni rejasini tuzib olamiz. Buning uchun biz qadimiy o'zimizning onalarimiz, momolarimiz yaratgan isliy naqshlardan foydalanamiz. Yoki ijodkor o'quvchilar bo'lsa, o'zlaringiz ham qo'shimcha qilishlaringiz mumkin. Bu sizlarning ijodkorlik mahoratlaringizga bog'liq. Ko'pincha qadimda gilamlarimizga mana oldilaringda turibdi, gilamlar yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsalaring, qanday nusxalarni, qanday shakllarni ular ifoda etgan shu gilamlarda. Ko'pincha gilamlarimizda qadimdan ishlatilib kelingan tabiatdagi bor ashyolardan foydalanishgan. Masalan, o'simliklarning gullari, urug'lar, tamg'alar yoki ko'rgansizlarmi, shoxlari buralgan kiyiklar, qo'chqorlar yoki nimalar, sigirlar, ana shularni ham ijodkor momolarimiz chiroyli qilib, uni bizni tilda, demak, gilamchilarning tilida qo'chqarak deymiz. Mana shunday qo'chqaraklardan ko'proq foydalanishgan. Bular bizni gilamlarimizning hoshiyalarini, asoslarini qo'lda yoki mana bunday o'simlik barglaridan foydalanishgan. Bular demak gilam nusxalarimizning elementlari yoki mana bunday boyaga aytganimizdek qo'chqaraklardan foydalanishgan. Mana bu shaklning nomini olti yulduz deb atashgan. Buni ham demak gilamlarda tasvirlashgan ustalik bilan yoki qushlarning izi yoki qushoyoq degan nom bilan ataladi. Mana shunday rasmlardan yoki zamonaviy atirgul nusxalarini ham gilamlarga mohir ustalarimiz tushirishgan. Endi mana shu nusxalarni yaratish uchun avvalo qog'ozga shu nusxalar oldindan nusxasi chizib olinadi. Endi aytishlari mumkin, ilgari qadimda onalarimiz, momolarimiz chizishni yoki bo'yashni yoki loyihalarni bilishmagan-ku. Qanday qilib ular yaratgan? Bular avloddan avlodga, onadan qiziga, qizidan nevarasiga sulolama-sulola davom etib kelyapti va bu mana shunday davom etib shu paytgacha yetib kelgan. Biz ko'pincha gilamlarni yaratganimizda mohir chevarlarning ishini olib kelib yonimizga qo'yib, o'shanga qarab to'qiymiz. Mana bu nusxalarni men o'zim to'qiganman. Bularni ana shu aytgan usullarda oldindan rejalashtirib olib, shunga qarab to'qiganman. Mana bularning hammasi sotilib ketgan. Mana sotilmay olib yurganlarimni sizlarga ko'rsatish mumkin. Kichkinalarini olib keldim, kattalari uyda. Agar xohlasalaring, qiziqsalaring, borib bemalol ko'rishlaring mumkin. Endi sizlarni qiziqishlaringni hisobga olib, kelinglar shu gilamlar uchun o'zimizcha bir nusxa yarataylik. Qanday sizlar xohlaysizlar bo'lishligini. Shuning uchun sizlarga men bir imkon beraman. Kelinglar o'zlaring qo'llaringdan kelganicha chizinglar. Va mana shu qalamlar bilan bo'yab yaxshi. Kelinglar nusxalarni o'zimiz yaratamiz. Santimetr bo'ladigan bo'lsa, bizning mana bu gilamlarimizning har bir nuqtasi ham 10 santimetr bo'lsa, u kattalashgandan keyin mana shunday 40 santimetr, 50 santimetr yoki 60 santimetr uzunligi bo'lgan
gilamcha poyandozlar chiqishi mumkin. Mana bu rasmni qarang. Mana bu rasmda bitta gilam nusxani katta daftarga ifodaladi. Demak, avval sizlarga o'xshab chizib oldim va har bir yarim santimetrga 4 ta gilamimizning parti to'g'ri kelishligini hisobga olgan holda mana shunday nusxa yaratdim. Men buni endi qiynalmasdan gilamga shunga qarab to'qiy olaman. Lekin kattaligi shunday chiqmaydi. Bundan 4 barobar nima bo'ladi? Katta chiqadi. Endi mana muhtaram prezidentimiz aytganki, darhaqiqat gaplari to'g'ri-da. Hunarmand matematika, fizika, kimyo fanlarini yaxshi bilish kerak degan. Endi mana shu yaratgan nusxalarimizda har biri matematik simmetrik figuralarga misol bo'la oladi. Simmetrik figura degani nima degani? 5-sinfda o'tilgan. Simmetrik degani o'zbekcha tilda aytganda mutanosib degani. Mutanosib degani bu shunday figuralarni biz simmetriya o'qi bo'ylab, buklash chizig'i bo'ylab buklaganimizda u nima bo'lishi kerak? Ustma-ust tushish kerak. Yoki vertikaliga buklaganimizda ham, gorizontaliga buklaganimizda ham demak simmetrik figuralarimiz bir-biriga mos kelishi kerak. Ana shunda biz kutilgan nusxalarimizni yarata olamiz, kutilgan natijalarga erisha olamiz va juda ham ko'rkam nusxalar yarata olishimiz mumkin. Chiroyli yaratishdim. Ranglari ham mos keladi. Siz ham bering. Bo'yalganini bering. Mana qarang. Mana shu gilamlarni ranglarini tanlashda ularning bir-biriga uyg'unligiga e'tibor berishimiz kerak ekan. Har bir rasmimizda fon bor. Fon degani bu bizni xalqimizda shunday bir ibora bor, gilamlarimizni cho'g'dek tasvirlashadi, to'g'rimi? Cho'g'dek yonib turgan gilam deydi. Demak, bizning aksari juda ko'p gilamlarimizda fon qizil rang. Demak, bugungi darsimizdan ancha narsa o'rgandilaring-a. Demak, gilam yaratish uchun oldin uning loyihasini, ya'ni nusxasini chizib olsak, biz to'qishda qiynalmaymiz. Demak, ularning hajmini, nechta santimetrga nechta ketishligini ham o'rganib oldingiz va ranglar uyg'unligiga e'tibor berishligini ham o'rganib oldingiz. Istalgan paytda xonalarimizga borib, men bilan birga gilam to'qishlaring mumkin. Bu o'zlaringga ancha foyda bo'ladi. E'tiborlaring uchun rahmat. Yanagi to'garak mashg'ulotimizga sog'